Hurmatli do'stlar, assalomu alaykum. Bugun ko'pchilik kutgan suhbat bo'ladi. O'sha moslashib Ramazon bildim, o'sha tezroq moslashdi bu vaziyatda. Yoshligi. Да неудобно. Вообще noqulay. Masalan, Muzaffar aka ustoz, bizaga qanday odam deb bilamiz? Muzaffar aka masalan ikkita gap. Men musobaqadan yutqizib kelsam ham dadam yomon gapirmasdi-da. Jamiyatimizga уже qanaqa katta foyda bu, vatan himoyachi bu juda mas'uliyat. Borib misol yutqizib kelaman, alam qiladi-ku, shuncha qiynalib pul topasizda, misol o'g'liga. Aytdimmi kim sana do'stim, aytaman kimligini. То есть mana shu atrofda go'ypadan kuzatamiz, потому что biz bitta komanda buni olib. Muzaffar aka yaxshi chempion chiqaribdi. Men ham chempion chiqarishga harakat qilaman. Jarohatim bo'lsa. O'zing kasal bo'lib Mana men o'shanda masalan shu gapimni aytsa edim, mana o'shanda aytsam, bahona deydi. Taniqli tema bu o'zbek bilan o'zbekni chiqib qolishi. Dubaydan qayerga bo'ladimi jang? Nima deysiz? Shu bo'lsa-lekin Abu Dabiga borarikda ko'pchilik tomosha. Xitoyda qulayliklar ko'proq yaratib berishadimi? Amerika. Bilaman, Amerikada ko'proq. Bitta udarga. Слишком zo'r и, как говорится, mana ustozlar, которые любое время tayyor sizlarga yordam berishga va yoningizda turishga majbur.